Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmetli qarindaşlar. Dini hayat namlı sohbet programımız arqılıq sizler bilen görüşdük. Programımızın bugünkü bölümünde tilni saqlash haqida to'xtalamiz. Programımızın bugünkü ez mehmoni ustoz Sirajdin Azizi buludu. Sirajdin Azim bu şu cemiyetimizde şu tilning afetlerine ait köp bo'layotidu. Nurg'ulg'an yaxshi qarindoshlarimizni o'zimiz bilib bilmay şu tilimiz orqali keltirib qo'ydik ekanmiz. O halaniki bu Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde şu tilning xatirini, tilni saqlamasa insonning ibadetidan kuyib bakavib ketganligiga bizning ko'p agalandigan. Bu vaqtda o'zimizga va qarindoshlarımızga bir manfaat olish uchun bir tushuntirib o'tgan bo'lsa, qani marhamat. Yaxshi bo'ldi. Bismillahirrahmanirrahim. Endi bu tilni saqlash meselesi İslamda alayda o'ringa ega. Kur'an-ı Kerim'de nayt ko'p oyatlarda ve Peygamber Efendimizning hadislarida insan şu tilni saqlash, tilning ne kadar muhimligini ko'rsatib o'tgan. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Sure Qaf'ta mesela ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid deydi. Yani insan her qandaq bir kelime sözünü ağzından çıkarır iken onunla Allah Subhanahu Teala küzetçi bo'lib turadi, bilib turadi. Bizdeki muakkal ferishtalar bizning nima so'z deganligimizni yezib turadi. Yani insanın ağzından çıkan her qandaq bir söz ya insanın menfaatiga bo'ladi yoki uning ziyniga bo'ladi. Shu sababdan söz insonni yaxshilikqa olib boradigan ana shu söz, halokatga olib boradigan ana shu söz. Yani söz desek aqalli bir insanın bir insanlıkta musulmonlik bilan küfürni o'ttirdiki kelime şu bir cümle söz. Her qanday bir adam La ilahe illallah Muhammed Resulullah deb bir kelime sözünü aytdi. O insan Allah'ın dinini kabul qilgan, mümin bo'lgan bo'ladi. Eğer şu sözge qarshi chiqdi, aksicha onun iman keltirmedi yoki onu küfür sözledi, o insan hayatının İslam'ın haqiqatini ketgan bo'ladi. Şu sebepten insan o'zining tilini ait bek saqlashi ve sözge dikkat qilishi lazım. Hatta Peygamber Efendimizning bu tilni saqlash meselelerinde mu nayet köp hadisleri var. Mesela Peygamber Efendimiz bir hadisinde her qandaq bir bendenin imanı onun kalbi sağlam bo'lguncha sağlam bo'lmaydi. İnsanın kalbi onun tili sağlam bo'lguncha sağlam bo'lmaydi degan. Yani onun tili sağlam bo'lmasa, insanın tili sağlam bo'lmasa, undaq insan cennet giremeydi. Yani demek insanın bu dünyalık ve kıyametlik hayatı şu insanın tiliga bağlıq degan gap. Şu sebepten insanlar tilini saqlash lazım. Til dese til yaxshilikqa mangadi, yomonlikqa mangadi. Şu sebepten her qandaq bir aql egisi o'zining tilini aytib yaxshi saqlashi, yaxshi söz bo'lsa qiladigan, yomon söz bo'lsa qilmaydigan. Yani til dese tilni inson boshqalarning g'aybini qiladigan, gap tushuydigan, haqlarni tillaydigan her xil usuldagi sözler hammasi yine şu insanın ne kadar ekenligini ko'rsatadigan. Hatta bir insanın ilmi jihatdan, ahlaki jihatdan, hatta onun psixik jihatdan bu insanın qanday insan ekenligini ağzından chiqqan bir qancha kelime söz bilan insonni jinligi o'lchigelib bo'ladi deydi. Shu sababdan insonlar tilga diqqat qilish lozim. Bilmaning so'zi ekan. Sen sözde senin kim ekenligine mahk xulosadan chiqaraydi. İnsanın sözden o adamın qanday adam ekenligini. Bu til o'zi kichikgina bir narsa. Nurg'ulg'anlarimiz bu tilga sal qaraydi ekanmiz. Bu gapni ya bilib bilmay tashlab. To'g'ri. Payg'ambar Alayhisolamning hadislarida bir inson onunga e'tiborsiz ba'zi gaplarni dedi, shu sabab bilan Allohning dargohida jannatga kirib ketganligi, martus ustun bo'lganligi, ba'zi bir gaplarni e'tiborsiz qilgan bo'lsa-mu, shuning sababidan do'zaxga tushib ketganligini degan. Payg'ambar Alayhisolam yana ajoyib cho'ng bir hikmatni o'z ichiga olgan Payg'ambar Alayhisolamning so'zi. Payg'ambar Alayhisolam "Men kana yu'minu billahi val yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Alad mu'minninki ahiret imanı bağlab Allah'ın Resulüge imanı, ahiret günü imanı ve adam yaxshi gap bo'lsa desin, ya bo'lmasa tutsun. Endi biz ko'ramiz jamiyatda, shu yerda o'quvchilar bo'layli, mayl jamiyatga odat kishilar bo'lsin, o'zi xolamaydigan munosabatsiz so'zlarga cho'kib ketib qoladi ekanda. Shuning bilan inson xatolashib qoladigan. Bu til o'zi kichikgina bo'lgan bilan yuqori deyilgandek buning mas'uliyati Allohning dargohida cho'ng. Şuna Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste insanın şu dözakki kallası yüzü çekki
molg'at qizitadigan narsa insonning shu tili degan ekan. Xo'sh. Hatta yana bir mashhur hadis var Peygamber Aleyhisselam'dan. Her qanday adam bana iki türlük narsaga kefillik qilsa, men onunla cennetni kefillik qilaman degan. Biri insonning tili, ikkinchisi iki putning orliqi, ya'ni avrati. İnsan o'zining avratini saqlay oladi haramdan, tilini saqlay oladi haramdan yoki boshqalarning sharifidan, iliqidagi g'ayvat shikoyatdan, nomusidan inson cennetga Peygamber Aleyhisselam o'zi men kefillik qilaman degan. Demak, inson o'zining avrati bilan tilini saqlayolmaydi ekan, dunyo oxiratlikini tugatdi. Ya'ni bu dunyodami, u dunyodami inson vayron bo'ldi degan. Hatta bir nima bor she'r, ma in nadamtu ala sukuti marratan wa laqad nadimtu ala kalami mirara degan. Men sukut qilganligim uchun hayotimda hech qachon pushmon qilmadim, ammo so'z qilganligim uchun qaytib pushaymon qildim dedi. Demak, insonlar ba'zi to'ymay, bilmay so'zlab qoladi. Ig'ziga kelgan deydi, anglaganning hammasini rost o'xshaydi deb uni yutkaydi. Hatto o'zining eng yaqin qarindoshlari, sabdoshlari, do'stlarining o'tirida iliqidek kas-kamas quruq gaplar bilan yoki bir fitna ig'vo bilan uning sharifiga, inovatiga, hatto uning iymoniga, axloqiga, istiliga qarata hech qanday dalil isbotsiz boshqalarga hujum qiladigan, başkalarını çürüşke uğrunduğun işler kırındaşlar oturdu bağında, buradarlar. Yani eğer biz hakiki mümin, Müslüman bulup bir cemiyetin ıslah kılışını xalaydıgan bolsak, elbette özümüzün ıslah kılışımız lazım, özümüzün başlaş lazım. Hiç olmazsa bizden etrafımızdaki kırındaşlarının şerife getirdiğin, inovatiga tesir yetkizdiğin, onunki İslam'a da tekkizdiğin gaplarni dalil isbotsiz, paksiz qilmasligimiz kerak. Shundoq bo'lgan vaqtida biz tilimizni saqlay olgan bo'lamiz, dinimizni saqlay olgan bo'lamiz, bu dunyo oxirat bizning bo'ladi. Unda bo'lmasa, aks bo'lib qoldikmi, bizning vayronligimizni o'z tilimiz bilan o'zimiz go'rimizni qazgan bo'lamiz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yana bir hadisi isim geldi. Meşhur hadislerden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam etkan iken men selimel muslimun el muslimu men selimel muslimun min lisanihi ve yedihi. Müslüman degan başka Müslüman qarindoshlar inanki tilidan va qulidan salomat qila olsa. Bu hadisni sharhlab ulamalar hatta bu hadisda tilni muqaddam keltirdi-da. Qulidan demasdan avval tilidan va qulidan. Qo'lning aziyatidan bakroq insonga tilning aziyati kichik bo'lgan gap ekan. Shunga hatta bu yerda musulmonlikning payg'ambar islom musulmon odam degan boshqa musulmonlar sening tilingdan salomat qila olsa, qutulib aziyatidan qolsa musulmon bo'ldi deb. Bu meşhur şairlerden birisi bir şiir aytmankanda nimada şu tilni saqlash haqida, tilning xatari haqida. Bu har qanday til tekkan ya tiq tekkan ya saqid ekan, jarohat sana lahat tiyamu wala yaltamu ma jarahil lisan. Har qanday tiq tekkan ya saqidu, lekin til tekkan ya saqaymaydi. Amaliyotda til tiqdan yumshoq, lekin aziyati Tığının aziyetinden, Kur'an'ın aziyetinden bu qattiq ekanligini deydi. Şuna evvel üzümüzge ve etrafımızın qarindoshlarının şu ağzımın keldi deb bazı gaplarni o'ylanmasdan deb ziyon tortmasligimiz uchun, boshqalarga aziyat qilib qolmasligimiz uchun ammo shu tilni, so'zlarni kontrol qilishning bir yo'llari. Qanday qilganda o'zimizning tilni saqlab, kishilarning aziyat qilishdan saqlanib qola olamiz? Shu orqali dunyoligimizni, oxiratimizni ziyon tortmay Üteleyimiz bu hafta bir üçüncü vergen bozdu. Yani şu tilini saklaş diyen desek, insan özünün tilini saklaş için birkaç türlü işlere aykırış lazım deydi. Yani birinci mühim mesele, insan her kaçan sözlese bu sözün akıbeti neye vardı? Bu söz insana faydalık mı, ziyanlık mı? Bunu bilip sözleş lazım. Yani insan meyli özünün dünyalık olsun, ahireti olsun, İslam'ı olsun, başkalarının şerifi olsun, başkalarına ziyan yetkizdiğin sözün ilacı var, kılmaslık lazım, akıl ilgisi. Başkalarına ziyan yetkizdiğin söz kılışının onuğa faydalık söz olsun kılıdığın boğması şüktürüş lazım.
An söz qilgan vaqtimi sözüm bor deb halaqadagi sorunning nima ekanligini uqmay, atrofingdagi odamlarning kimligidan hisoblashmay, og'ziga kelganini so'zlayveradiganning o'zi eng xatarlik masala. Shu sababdan arabchada bir gap bor, likulli maqamin maqal deb. Har o'ringa o'ziga loyiq so'z bor, shuni so'zlash lozim. Ba'zi o'rinlar so'zlashga tegishli, so'zimiz bo'lmaydigan. Ba'zi o'rinlar sukut qiladigan, so'zlasa xatolashadigan. Shu sababdan buni insonlar qaysi o'rinda so'zlash, qaysi o'rinda so'zlamaslikni yaxshi bilishimiz lozim. Onun keyin halaqadagi so'zlikda ba'zi insonlar halaqadagi og'ziga kelganini so'zlayveradigan, gap qilaveradigan, gapdonlik qiladigan ishlar bor. Shu sababdan inson bu gapdonlik aqmaydigan ish. Har qanday yerda aqmaydi. Bu gapdonlik qildik degandan o'zi tushib ketadigan ish bor. Bo'lib da'vat so'rovlarida gapdonlik qilaman desa, qat'iy Qur'on hadisning har qachon shu bir kelima so'z insonga ziyonlik qiladigan ishlar bor. Shu sababdan so'zni imkon bor oz qilish va so'zning foydali so'zni qilish lozim. Boshqalarga ziyon yetkazadigan her qanday sözün yiroqlash lozim. Onun keyin söz qilganda endi insonning so'zi shu insonning boshida deb o'tgandek, uning o'lchaydigan bir o'lcham, insonning aqlini o'lchaydigan, o insonning iliqidagi dindorligini o'lchaydigan bir insonning og'zidan chiqqan so'z, o insonning zodi qaysi dinga mansub, qaysi mazhabga mansub, qaysi hatta iqimga mansub, shu bir qancha jumla so'z bilan o insonningki haqiqati o'tirib chiqib qoladi endi. Ammo aqlli inson shundoq o'zining kim bo'lganligini taqsirga chiqarib qo'ymaslik uchun imkon bor oz so'zlash lozim. Yana kelib ba'zi insonlar haliqidek xuddi bir insonni yaxshi ko'rsa, u insonning hamma ishi yaxshidek og'ziga kelganini jo'ylab maqtab ketadi ba'zi insonlar. Bir insonning azroq bir qilcha xatolikni sodir qilganini ya shaxsiy munosabatdagi bir xatolikni ko'rib qolsa, o insonni shu oldus qopsi so'kadigan, oldus qopsi uning obro'yiga, inovatiga ta'sir ko'rsatadigan yomon gaplarni qiladigan ish. Bu haqiqiy mu'minning sifati emas. Shu sababdan insonlarni maqtashdimi, haddan oshirib etmasak, ularni so'kash, tanqidlashdimi, bek çeketini aşırıp bunu qilmasligimiz lazım. Bunun için bunun da mayli riyakarlık olsun, israfxo'rlik olsun, sözdümü riyakarlık, sözde israfxo'rlik hemmisi insanın qilish tegishlik emas ishlar. Bu cemiyetimizde köp kurulgan bir iş ekan. Bizning xalqimiz bo'lib, shu nadan millat xalqida tepildi ekan. Biroq maqtisimi birdan ko'tarib osmonga chiqib ketgan. Uni tanqidlik o'tirgan vaqtida tabanati kunbatgan. Muşarqılık tilninki xatolikqa tushib qoldi ekanmiz. Yana şu insanlar haqidagi so'z qilgan vaqtida ba'zi insonni o'zimiz yaxshi ko'rgan, biz maqtab ketgan insonlarni so'zlayverib, maqtaverib, xuddi uni na'uzubillah ilahlik darajasiga apirib tashlaydigan, ham Allohni norozi qiladigan, Allohning g'azabiga duchor bo'ladigan, hatto inson shirkka yaqinlashib qoladigan ishlarni qiladigan insonlar bor ba'zi. Og'ziga kelganini so'zlab bir odamni maqtayversa, ya bizning bir jamoat o'zining shayxlarini maqtayversa, xuddi bu Qur'oni Karim, islom şu bir şəxsinin özü ilə mücəssəmləngəndək, İslam bilən, dinin əsası, əhkamları bilən, erkan İslam bilən alaqısı yox. Fəqatlam şu palani şeyx onu degen, pustani alim bunu degen, pustani çoğun katdı bizden şeyximiz bunu degen, bunun başqası biz gepməz deydiğən insanlar var. Bu mu en xətərlik məsələlərdən birisi. Şunu oxşayan insanlar əlaqədək özü qılmaydigan işler, sözlerini başqalarga qıldırırman deb sözləməsi lazım. Bunun da köplügen məsələlər var. Biz imkan var sözləşdə haqiqiy türdə zadı mənim ağzımdan çıxan söz mənim aynikim. Şu sebepten mən bu aynakni öz layiqida iş qısalay. Bu mənim meyli dini cəhətin bolsun, milli cəhətin bolsun, iqtisadi cəhətin bolsun və başqa cəhətlərdən bolsun. Bu benim paydamı kelamdu, ziynimi kelamdu. Bunu hesabını qilib sözləş lazım. Eğer onda hesapsız ağzımız kelgan sözləydigan bolsak, o vaqtda bizning cemiyetlik o'rnimizni mi yo'qotib qo'yamiz? Allohning g'azabiga duchor bo'lamiz. Haqiqatan biz dunyoda bir arzimas narsaga aylanib qolamiz. Shu til sababdan. Şu sebepten qarindoshlar, birodarlar, xususan aramızdaki qarindoshlarimiz, xususan bizning abisil başda o'tluğu, til insonga
tığdın yaman cerahat kılıdı. Hakikaten insanı yaman cerahat kılıdı. Biz özümüzden karandaşlarımız arasında şunday keskin sözlerini kılışsak ya azruq bir şahsi münasebet bilen onun imkan bir ayıplarını, noksanlarını izlep sorap tepip onu başkalarına sözlep dep düşürüş için tirişadigan bolsak bu cemiyet oňşulyş emas, buzuluşga biz sebep bolamiz. Şu sebepten bu qarindaşlar, islahatçılar, hususan bir cemaat süpütüdeki buradarlar oturudiki söz hareketlerine ait dikkat kılışımız lazım. Bu münasebet bilen yana bir günün azraq ta'liq qilgim keldi. Birinciden bu tilni saqlash bu mu'minlarning sifatlaridan bir sifat ekan. Alloh taolo Qur'oni Karimda estağfirullah ve iza marru billahi marru kirama. Bu mu'minlar degan lag'vi foydasiz usik gap so'zlarni ko'ysa, chiroyliqcha bu gap aralashmay o'zini saqlab qildi Alloh. Mana bu mu'min degan shunda bo'ladi deb maqtagan ekan. Qalayimqan so'zlarga aralashmagan odamlarni. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadisida "Men kana yu'minu billahi vel yawmil ahir falyaqul khayran aw liyasmut." degan, yani Allohga oxirat kuniga iymoni bor odam yaxshi gap bo'lsa desin yoki chuk tursin degan o'xshash. Ikkinchida bu mu'minningki til mu'minning nijoti deydi. Dunyolik nijotimi tilda, oxirat nijotimi tilda. Uqba ibn Amr roziyallohu anhu aytgan, Peygamber Aleyhisselamdan uchrashib qolib, Rasulullohning qo'lini ching tutib, "Ya Rasululloh, mu'min qanday qilganda nijot topalaydi? Mu'minning nijoti nimada?" deganda Peygamber Aleyhisselam, "Ya Uqba, tilingni saqla. O'zingning tilingni ching tut. Yani bir sen uyangisini uyansıqdursun. Yani bazen bu hadis acayip hikmetli söz. Birden üzülen ya bir kitap görüp ya bir ilmi internetten paylaşıp öyle oturanmaydıgan. Baka kapta şunda adam joğuşlarga çıkıp aldığan karandaşlar. Şu arkalık çoğun hatalıkını şöyle sadık kılıp gelirken de. Çünkü uyadi ya gıybetini üzen kıp taşıyasa ya kıkan gıybetini anlap gelirse kıga ibadetin küyüp külüge ayrılındı. Yani bir hatalıkını bu köpçükler. Evet, üç şey hikmetin degen Peygamber Aleyhisselam. Biri tilini sakla, yani biri üyengi sıkkın. Yani kalayım kandalarlık sırtıga köp çıkma. Yani hatalıkını köp çıkılgın mı? Hinde kılsan sana nijat kılmanmışlığında degen. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam'dan kays ebzel degen de Peygamber Aleyhisselam Müslüman Allah'ın tilidin, kulidin salamet kalalıgan Müslüman en ebzel Müslüman buludu degen iken. Şuna üzümüzün Cenab-ı Allah'ın evvel üzümüzde mi tilimizde saklaşını karandaşlarımızdan o münasebetsiz kuruk hikaye çöçeklerden kuruk söz kuruk tuhmetlerden jirak kılışını tileyimiz. Hem de bu münasebet bilen tilinin afetlerinin en katısı ende beşilikliğine gıybet. Hem de yukarıdaki o gıybetin başka ende mala yani söz yani maksadsız bir hikmetsiz faydasız gaplarni qilsak yuqori kadar xatarlarga tushib qoldik ekamiz. Endi ularga bir odamning g'aybetini qilsak, oningki taxami natijasi ham xato qilgan bo'lamiz. Bu vaqt biroz tushuncha bahsli shu orqali programmamizni to'xtatamiz. Tilni saqlashning eng muhim ishi inson shu g'aybetni saqlash lozim. Bu g'aybet desa g'aybet haqiqatan Qur'oni Karimda nayt bek qattiq sökkan, agalandigan xatarlik ishlardan birisi. Hatta Qur'oni Karimda g'aybet qilganlar o'zining qarindoshlarının go'shini yegan bilan o'xshash degan oyat bor. Yani buni gapni uzatishning hojati yo'q. Yani bu g'aybet ustida yana ayrim bir to'xtalsak bo'ladi. Burun bu to'xtalgan. Yani şu tilni saqlagan odam g'aybetni saqlana oladi. Tilni qo'yib berdimi, shu g'aybet shunga boshlanadi. Shu g'aybet inson o'zining tilni saqlayolmaganlikning ameli namunasi g'aybet bilan bo'ladi. Shu g'aybet qilgan odam İmam Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu shunda aytgan, bu g'aybet qildiganlar qanday odamlar desa, bular xuddi chivinga o'xshash yomon odamlar. Chivin nadi shu shundaqadak axlat chava, shaltoq chivin poq qo'nil deb yaman yerni hammasi chivin tepiladi. Xuddi yaman g'aybet xorlarmi xuddi chivinga o'xshash. Bular insanların davamlı ayıplarını kovalab turadi, ama yaxshi yerleri olsa onu ilacı va yögep başkalar o'qib qolmasin adamning yaxshiligini deb onu yögep turadi, ama yaman yerleri olsa davamlı açıdı. G'aybet degan shu. Endi shu tilni saqlagan odam albatta g'aybetni saqlanadi. Tilni saqlagan odam g'aybetni qiladi, shikoyatni qiladi,
gap to'shuydi, suxanchilik qiladi, shpiyonlik qiladi. Ya'ni insoniyatga ziyonli ishning hammani mush tilni saqlagan odam qiladi. Shu sababdan bu tilni saqlash haqiqatan muhim. Uchinchi bo'lishi mumkin herhalde. Endi oxirida men payg'ambar alayhisolatu vasallamning bir hadisi bilan so'zimizni oxirlashtiray. Payg'ambar alayhisolatu vasallam shu sahobalardan sizlar orangdagi muflis, ya'ni gaday degan kim o, pulis yo'q. Muflislarda asosan ammiy lug'at ma'nosida hech qanday bir narsa yo'q, gaday degan bo'ladi ekan. Deganda sahobalar ya Rasululloh bu shunda onun dirham dinar hech qanday bir bisat taalluq yo'q odamni biz gaday deymiz ekan. Payg'ambar alayhisollam men buni maqsad qilmadim deb payg'ambar alayhisollam o'zi muflis degan qiyomat kunidagi muflis, qiyomat kuni gaday bo'lib qilgan odam ibodatlarni qilgan dunyoda, lekin mush tilni saqlamaganlikdan onu tillab qo'ygan, buning g'aybatini qilib qo'ygan, o ishni qilib qo'ygan, bu haromni yeb qo'ygan. Shuning bilan qiyomat kuni oningki yaxshiliklardan har bir odamning qilgan g'aybati, izzatiga epirilib, oxirida savoqlik qolmay, ana boshqaning gunohini oningga eppagan odam mana bu qiyomat kuni gaday mana shudir. Xudoyim saqlasin. Ana shunda o'zimiz yaxshi ibodatlarni qilib, o'zimiz yaxshi odam, yaxshilikning da'volarimiz va tamoyimiz va afsus, mush tilimiz degan ofatdan o'zimiz qutulolmay, shunda har xil kishilarning obro'yiga tegib qolib, ziyon tortib qolmasligimizni o'zimga va qarindoshlarimga tavsiya qilaman. Endi inson haqiqatan shunda biz ogohlantirib turg'uchi bir ustozlar ogohlantirib turmasa, inson xatolashadi ekanmiz. Jiqbirimiz bu hadisni anglagan. Shunda dedim yana ba'zi biz sal qarab insonchilik, o'zimiz bilib bilmay shunda kishilarningki obro'ylarga tegadigan gap so'zlarni anglab qoldik ekanmiz, yaqib soldik ekanmiz. Cenab-ı Allah bizni hammamizni bu illetni ijro qilgay. Sizlar yana boshqa bir qo'shimcha izohatlar bo'lsa, başka izohati yo'q. Endi bu haqiqatan til masalasi insonning dunyo oxiratlik hayotiga, baxt saatiga munosabatli bo'lg'achqa, har bir mu'min, musulmon bir axloq egasi o'zining tilini saqlashga tirishsa, bu dunyoda boshqa nurg'un ishlar hal bo'lib ketadi. Şu Peygamber Aleyhisselam'ın başta degandek insonni halokat tashlaydigan narsasi mushu til degan. Tilga ahamiyat bersak, diqqat qilsak, aramizdagi do'stlik rishtalari kun-kunga changib mangsa, biz mu'minlarning, musulmonlarning insoniyatning manfaati uchun bir qo'limizning kelishicha xizmat qila olsak, agar unda qilolmaydi ekanmiz, qarindoshlar o'rtasida bir-birimiz bilan hamkorlik, bir-birimizga bo'lgan muhabbat, do'stlik tilimiz orqali buzulsa, o vaqtida yana ziyon tortganimiz birinchidan o'zimiz, ikkinchidan atrofdagi qarindosh jamoatlarimiz, musulmonlar ziyon tortadi. Shu sababdan til masalasida diqqat qilsak. Hurmatli qarindoshlar, programmamizni bu yerda oxirlashtiramiz. Kelarki bilimlarda sizlar bilan o'zgarishgan qadar sizlar bilan xo'shlashimiz. Xayr, xo'sh, salomat bo'linglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.